Ketdi. Video ham ketdi. Video zapis ham ketdi. Okey, davom etamiz. Xo'p, 24 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, ichkarida 16 plus 34 qoladi. Ikkovini hisob-kitob qilaman. 50. Xo'p, endi 24 ni 50 ga ko'paytirishim kerak. 5 kara 24 120. 0 ni qo'shib qo'ysam 1200. Demak, javobim bu yerda 1200 D javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi 3-testga o'taman. 3-testda bunda ham bir xilni qidirib ko'raman. Bir xilni qidirsam, tayyor 457 turibdi mana. 457 turibdi. Demak, 457 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, 43 plus 57 qolar ekan. Buni hisob-kitob qilaman. Hisob-kitob qilsam, tabiiy 100 bo'ladi. 100 bo'lsa, 457 ga ko'paytirayotganda orqasiga 2 ta 0 qo'shib qo'ysak bo'ldi. 457 ko'paytirilgan 100 bo'ladigan bo'lsa, 457 ni orqasiga 2 ta 0 qo'shib qo'ysak bo'ldi. Bu degani 45700 degan javobga to'g'ri bo'ladi. Demak, A javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, keyingi 4-misol. 4-misolimizda ozgina noodatiyroq yechim qilamiz. Qaranglar. Xo'p, yaxshilab tushunib turasizlar. Aytilyapti, Ali deyapti, 3000 sonini, ya'ni 3000 ni hosil qilish uchun bir nechta 3 raqamlarni qo'shib chiqdi. Ya'ni quyidagi holatda 3 raqamlarni qo'shib chiqqan ekan 3000 hosil bo'pti. Agar deyapti, Ali qo'shishda foydalangan raqamlar sonidan 4 marta kam sondagi 2 raqamni qo'shib chiqsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi deyapti. Avval qaranglar. O'zi bu yerda nechta 3 ni qo'shib chiqsa 3000 hosil bo'ladi degan savolga biz oddiygina 3000 ni shunchaki 3 ga bo'lishimiz yetarli bo'ladi. Ya'ni nechtaligi shunda kelib chiqadi. 3000 ni 3 ga bo'lib olsak, tabiiy 1000. Demak, 1000 ta 3 raqamini qo'shib chiqqan ekan 3000 hosil bo'pti. Endi shu sondan 4 marta kam deyaptimi? 4 marta kam deydigan bo'lsa, xo'p, 4 ga bo'lib yuborish kerak. 4 ga bo'lsam 250 chiqadi. 250 ta endi 2 raqamini qo'shib chiqish kerak. Ya'ni xuddiki 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 teng va hokazo holatda qo'shib chiqishimiz kerakki, shunda javobi nechadir chiqish kerak. Uning uchun nima qilasizlar desa, 250 ni shunchaki 2 ga ko'paytirib olasiz. Javob 500. Demak, 500 hosil bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Xo'p, 500 S javobda turibdi. Mana shu savolga tushunganlar, tushundim deb yozinglar-chi 4-savolga. Yaxshi, Begmurod. Yaxshi. Tushunmadim, Bibisora. Okey. Xo'p. Tushundim. Okey. Xo'p. Tushunmaganlar uchun yana bitta yengilroq holatda 5-sini ham tushuntiraman. Ishlay olmadim. Okey. Qaranglar, 5 ga ham e'tibor berib turinglar. Tushunmaganlar yaxshilab e'tibor beringlar. Aytayapti. Qaranglar, Ali deyapti, 2500 sonini hosil qilish uchun bir nechta 5 raqamlarni qo'shib chiqdi deyapti. Demak, bir nechta, ya'ni nechtadir 5 raqamni qo'shib chiqsa, 2500 hosil bo'lar ekan. Va biz bu yerda 2500 ni hosil qilish uchun nechta 5 ni qo'shib chiqqanini topishim kerak. Nima qilaman uni topish uchun? 2500 ni 5 ga bo'laman. 5 ga bo'lsam 500 chiqadi. 500 ta 5 raqamidan foydalangan ekan. 500 ta 5 raqamidan foydalanib, 500 ta 5 raqamni qo'shib chiqsa 2500 hosil bo'lar ekan. Endi qaranglar. Ali shu qo'shishda foydalangan raqamlar sonidan deyapti. Ya'ni 500 ta 5 raqamidan foydalandi-ku, 2 marta ko'p sondagi deyapti. 2 marta ko'p degani 500 ni deyapti. 2 ga ko'paytir. Marta ko'p desa ko'paytirish kerak degan. Ya'ni 1000 ta 7 raqamini qo'shib chiqibdi. Endi qaranglar, 1000 ta 7 raqamini qo'shib chiqsam nima bo'ladi? Nima hosil bo'ladi? 7 kara 1000 hosil bo'ladimi?
Bu degani 7000 degani. Demak, xo'p, yig'indi nechiga teng bo'ladi desa, javob 7000 bo'lar ekan. Xo'p, endi tushundikmi? Javobimiz yozamiz. Tushunmagan? Ikki kishimi tushunmadim deb yozdi. Shular tushundimi? Muslima tushundi. Bibisora, Shohruz tushundikmi? To'g'ri, okey. Yaxshi. Tushundim. Okey, yaxshi. Yaxshi. Okey, yaxshi Shohruz, tushunding. Demak, keyingisiga o'tamiz. Okey. Xo'p, tushundim. Okey, tushundik. Xo'p, tushunmaganlar uchun yana bitta bor. Tushuntirib ketaveraman. Ketdik. Xo'p, buni endi soddaroq holatda tushuntirib ketaman. Ya'ni hozir chuqurroq o'tib ketdik. Hozirgi, qaranglar. Ali 1800 sonni hosil qilish uchun bir nechta 6 raqamlarni qo'shib chiqdi. Demak, 6 raqamlarni qo'shib chiqqan bo'lsa, biz 1800 ni nima qildik? Bo'ldik 6 ga. Bu degani nechta 6 ni qo'shib chiqqan? 300 ta. 300 ta 6 ni qo'shib chiqqan ekan. Endi Ali qo'shishda foydalangan raqamlar sonidan 5 marta ko'p deyapti. 5 marta ko'p bo'ladigan bo'lsa, 300 ni 5 martaga oshiraman. Bu degani 5 ga ko'paytiraman degan. 5 ga ko'paytirsam 1500 bo'ladi. 1500 ta 4 raqamni qo'shib chiqish uchun men 1500 ni 4 ga ko'paytirib olishim kerak. Shunda 6000 hosil bo'ladi. Demak, javobim tayyorgina 6000 degan javob bo'lar ekan. Bu C javobga to'g'ri keladi. Xo'p, okey. Tushundik. Keyingisiga o'tamiz. 7-savol. 7-savolda hisoblang deyapti. Demak, buni oldin ham ishladik, ya'ni nazariy qismlarda ishlab ketdik. Bir xil sonni chiqarib olishimiz kerak. 15 bir xil. Demak, buni qavsdan tashqariga chiqarsam, 15 ko'paytirilgan 75 plus 43 bo'lyapti. Hisob-kitob qilaman. Minus 118 ko'paytirilgan 10 turib turadi. Mana buni hisob-kitob qilsam, 118 bo'lib qolyapti. Demak, endi qaytarib yozib oladigan bo'lsam, 15 ko'paytirilgan 118 minus 118 ko'paytirilgan 10. Yana bir xillari paydo bo'lib qoldimi? Mana. Bir xillari paydo bo'lib qoldi. Demak, men mana shu joydan 118 ni qavsdan tashqariga chiqaraman va 15 qavsning ichida qoladi, minus 10 qoladi. Hisob-kitob qilsam 5. Demak, bu yerda 118 ni ko'paytirish kerak 5 ga. Oddiy hisob-kitob qilamiz, ko'paytiramiz. 118 ni 5 ga ko'paytiraman. 8 kere 5 40, 0 ni yozaman. 4 dilda 5, bu yog'i 9, bu yog'i 5. 990. Demak, 990 4 dilda edi 9, bu yog'i 5. Qayerda xato ketdik? Mana bu 5 bo'lishi kerak, uzr. 590. Demak, 590 degan javob chiqyapti. Javobimiz 590 bo'lar ekan. Xo'p, bu D javobda turibdi. Xo'p, keyingi 8-savolimizga e'tibor beramiz. 8-savolimizda xo'p, 17 bir xil. Demak, ikkovini qavsdan tashqariga chiqarib olsam, 17 xo'p, ko'paytirilgan 38 plus 16 qolyapti ichkarida. Xo'p, minus 54 ko'paytirilgan 9. Hisob-kitob qilaman. Xo'p, hisob-kitob qilaman. 38 ni 16 ga qo'shadigan bo'lsam, 17 kera 54 bo'ladi. Mana buni qiymatini biz tabiiy 54 olib ketdik. Xo'p, minus 54 ko'paytirilgan 9 hisob-kitob qilaman. Endi bu yerda ham 54 bir xil bo'lib qoldi. Demak, bir xil bo'lib qolsa nima qilamiz? Qavsdan tashqariga shunchaki chiqaramiz. Chiqarsak 17 minus 9. Hisob-kitob qilamiz. 54 ni ko'paytiraman. Xo'p, nechiga? 17 dan 9 ni ayirib yuborsam 8 degan javob bo'ladi. 8 kere 54, bu yog'i 400 ga 32. 432 adashmasam, javobim 432 bo'lar ekan. 432. Bu A javobda bor. Xo'p, keyingi 9-savolga o'tamiz. 9-savol.
Xo'p, 9-savolda ham 23 bir xil turibdi. Demak, biz 23 ni qavsdan tashqariga chiqarishimiz kerak. Qavsdan tashqariga chiqarsam 23 ko'paytirilgan 41 Xo'p, plus 35 qolyapti ekan bu yoqda. Xo'p, minus 76 ko'paytirilgan 15. Hisob-kitob qilaman. 41 ga 35 ni qo'shadigan bo'lsam 76 va menda hosil bo'lyapti 23 ko'paytirilgan 76. Xo'p, minus 76 ko'paytirilgan 15 hosil bo'lyapti. Endi qarasam 76 bir xil. Qavsdan tashqariga chiqarib olaman. 76 ni qavsdan tashqariga chiqarsam ichkarida 23 minus 15 qolar ekan. Buni hisob-kitob qilaman. Hisob-kitob qilsam 8 chiqadi. 76 ni ko'paytirish kerak 8 ga. Xo'p, bu degani 560 ga 48. Xo'p, 608 bo'lar ekan. Demak, javobim 608. S javobga to'g'ri keladi. Keyingisi 10-savol, ya'ni 10-testga keldik. Xo'p, 10-testda amallar tartibini bir chekkadan bilib olishim kerak. Ya'ni birinchi o'rinda buni, ikkinchi o'rinda buni, uchinchi o'rinda buni, to'rtinchi o'rinda buni, beshinchi o'rinda buni ishlayman. Demak, birinchi o'rinda ishlasam, mana buni 20, ya'ni 2020 bu yog'i mana shunday holatda yozib olaman. Xo'p, ajrataman. 20-chida bitta bor, 20 yozsam 0, ikkita 0 ortib qolyapti. Bu yerga qo'shib olaman va mana bu 2 ni olib tushsam bo'lmaydi va yana bitta 0 qo'shib olishim kerak bo'ladi. Yana bitta 0 qo'shib olaman. Demak, shunda 20 ni olib tushaman. 20 ni olib tushsam yana bitta bor bo'ladigan bo'lsa 20 bo'ladi. Ayirib olsam 0. Demak, xo'p, 10001 degan javob chiqyapti bundan. Mana bundan 10001 chiqyapti. Endi bunisida nima bo'ladi? Bu ikkinchi usul qilib ishlayman. Mana uni o'chirib tursam ham bo'lar ekan. Xo'p, 126 yozaman. 126 ga bo'laman. 126 ni ajratsam bitta bor. 126 ayirib yuborsam 0 bo'ladi. Endi 1 tushsa yetmaydi. 2 tushsa maytga bitta 0 yozib olishimiz kerak. Yana 6 tushsa yana bitta 0 yozib olishimiz. Nima uchun yetmayapti? 126-chida yana bitta bor. Demak, bu 126 ayirib yuborsam 0 bo'lar ekan. Xo'p, 1001 chiqdi. Uchinchisi nima edi? Uchinchisi 24 ni 5 ga ko'paytirish kerak. 24 kara 5. Hisob-kitob qiling. 4 kara 5 20, 0 yozaman. 2 dilda 10, 12, 120 bo'lyapti. Endi 4-usulim 10001 ga 1001 ni qo'shishim kerak. Qo'shaman. 2 0 0 1 1. Endi oxirgi usulim 5-usulim ayirib qo'yishim kerak. 120 ni ayirib qo'yaman. Ayirib yuborsam 2, bu yoqdan 10 dan 2 ketsa 8, bu yerda 9 qoldi, 9 dan 8, bu yerda 0 qoldi, 1. 10882. Demak, B javob to'g'ri bo'lar ekan. 10882. Xo'p, keyingi 11-ga o'tyapmiz. 11-da ham xuddi shunaqa, ya'ni bu yerda nima qilishimiz kerak? Xo'p, amallar tartibini bilib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda mana buni ishlayman, ikkinchi o'rinda buni ishlayman, uchinchi o'rinda buni ishlayman. To'rtinchi o'rinda buni ishlayman, beshinchi o'rinda buni ishlayman. Demak, yozaman. Birinchi o'rinda ishlashim kerak. 32 00 32. Xo'p, 16 ga bo'lsam 32 ni ichida ikkita bor, 32 bo'ladi. Ayirib yuborsam 0, ikkita 0 ortib qolyapti, 0 ni olib o'taman. 3 ni olib tushsam yo'q, yetmaydi. 2 ni olib tushaman, yana bitta 0 qo'shib olaman. Bunda ham ikkita bor, 32. Ayirib yuborsam 0 bo'lar ekan. Xo'p, 20002 chiqyapti. Ikkinchi usulda 345 ni bo'lishim kerak 345 ga. Xo'p, 345 ni ajratsam bitta bor, 345 ayirib yuboraman 0. Xo'p, 3 tushsa yetmaydi, 4 tushsa yetmaydi va 0 qo'shib olishim kerak. 5 ham tushyapti, yana bitta 0 qo'shib olishim kerak. 345 esa bitta bor. 345 ayirib yuborsam 0 bo'lar ekan.
Xo'p, to'rtinchi usulimda nima qilaman? 400 ya'ni 42 ni 10 ga ko'paytiraman. 10 ga ko'paytirsam bu tabiiy 420 bo'ladi. Endi 420 beshinchi, mana uchinchisi edi. Uzr, uchinchisi edi. 4-chi usulimiz. Xo'p, 20.000 2 ni 20.000 mana buni. Xo'p, bu 1001 ga qo'shishim kerak. 1001 ga qo'shaman. Qo'shsam 3 0 0 1 2 21.000 3 bo'ladi va oxirida 420 ni ayirib yuborishim kerak. Ayirib yuboraman. Bu yog'i 3, bu yog'i 8, bu yog'i 9 dan 5, bu yerda 0 qoldi, bu yerda 2 qoldi. Xo'p, 20.583. Demak, A javob to'g'ri bo'lar ekan. Mana bu javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, keyingi 12-chi savolga keldik. Demak, bunda ham amallar tartibini bilib olaman. Amallar tartibi bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi. Demak, bu yerdan hisob-kitobni amalga oshiraman. 1 45 0 45 bo'laman 15 ga. 45 ni ichida 15 talikdan 3 ta bor, demak 45 bo'ladi. Ayirib yuborsam 0 bo'ladi. Bitta 0 ortib qolyapti. 0 ni bu yoqqa qo'yib olaman va 4 ni olib tushsam yetmaydi. 4 ni olib tushsam yetmaydi. Xo'p, bitta 0 qo'shaman, keyin 5 ni olib tushaman. 45 ni ichida yana 3 ta bor. Bu degani 45. Ayirib yuborsam 0 bo'ladi. 3003 bo'lar ekan. Ikkinchi usulimda 25 0 25. Buni 25 ga bo'lishim kerak. 25 ni ichida bitta bor. Xo'p, bitta bor. Bu yog'i 25, ayirib yuborsam 0. Xo'p, 0 ni qo'shib olaman bu yerga. 2 ni olib tushsam yetmaydi. Bitta 0 qo'shamanda 5 ni olib tushaman. 25 ni ichida bitta bor. Demak, 25 ayirib yuborsam 0. 1001 bo'lar ekan. 3-chi usulimda xo'p, 13 kara 20 ni hisob-kitob qilishim kerak. 0 kara 3 0, 0 kara 1 0, 2 kara 3 6, 2 kara 1 2. Bu 0 6 2 260 bo'lar ekan. Endi 4-chi usulim nima edi? 4-chi usulimda ikkovini qo'shib olishim kerak edi. 3000 3 ga 1001 ni qo'shib olaman. Qo'shib olsam 4 0 0 4 bo'ladi. Endi 5-chi usulimda nima qilaman? 4004 dan ayirib yuboraman 260 ni. Ayirib yuborsam 4 bo'ladi. Bu yerda xo'p 10 dan yana 4 bo'ladi. Bu yerda 9 qoldi, 7, bu yerda 3 qoldi. 3744. 3744 S javobda bor. Demak, javobimiz S javob bo'lar ekan. Xo'p, 12 gacha. Tushundimi hamma? Savol bormi 12 gacha? Yozaylikchi. Tushundim deb yozinglar. Tushunganlar savol bo'lsa, qanaqadir savolinglar beringlar. Qaysidir savoliga tushunmay qolgan bo'lsalaring. Okey, yaxshi. 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 Okey, yaxshi. Demak, davom etsak bo'laveradi. Davom etamiz. 13-savol. Xo'p, 13-savolda aytyapti, kamayuvchi 19 ta ayriluvchi 24 ta ortsa ayirma qanday o'zgaradi? Demak, nazariy qismda biz bir narsani tushuntirganmiz. Ya'ni qanaqa holat? A deganmiz A minus B teng S holatini tushuntirib berganman. Bu yerda A kamayuvchi edi. Kamayuvchi. B ayriluvchi edi. Ayriluvchi edi. S ayirmaydi.
Xo'p, mana shu holatni aytyapti. Qaranglar, yaxshilab tushunib turinglar mana shu joytiga. Xo'p, demak, kamayuvchi 19 ta, ayriluvchi 24 ta ortsa deyapti. Ortsa qo'shiladi. Ya'ni A ni plus 19 ta ortsa, qavsga olib olishlar shart, minus. Xo'p, B ni ham 24 ta ortsa deyapti. Shunda mana bu S ham o'zgaradi. Ayirma qanday o'zgaradi deyapti. Qanaqadir D ga o'zgardi deb tursam, shu holatni ko'rib turaman. Qaranglar. Demak, endi qavslarni ochaman. Qavslar ochish qoidasi bo'yicha o'shanda nazariy qismda o'rgatganmiz. Ya'ni qavsning oldida plus bo'lsa, shunchaki ichkari o'zgarmasdan ochiladi deganmiz. A plus 19. 19 minus bo'lsa ichkaridagi ishoralar o'zgaradi. Minus B yu minus 24. Shunda teng D ga. Qaranglar endi. Xo'p, har bitta son oldidagi ishorasi bilan boshqa yerga ko'chishi mumkin. Shuning uchun A minus B ni ishorasi minus bo'lgani uchun bu yoqqa A ni oldiga ko'chiraman. Va bu qiymat S ga tengligini eslab turasizlar. Teng minus. Xo'p, bu yerda plus 19 minus 24 bo'lyapti. Endi plus 19 ga minus 24 necha bo'lardi? Xo'p, kommentariyaga bitta yozaylik. Plus 19 minus 24. Javobni chiqar. Kommentariyaga yozamiz. Besh, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8. Hop, 5, 5, 8, 5. Yaxshi. Yaxshi. Hop, Shohruzbek, xohlaganimizni yozib yubormaymiz. Bitta yozamiz, tamom. Xo'p, okey. Demak, 19 minus, ya'ni plus 19 minus 24 degani javob 5 bo'ladi. Tushunarli? Javob 5 bo'ladi, faqat ishorasi minusdan chiqadi. Demak, shu holatni ko'radigan bo'lsam, S minus 5 teng D bo'lib qolyapti. Qaranglar, S nima edi bizda boshida? Boshida S ayirma edi. S ayirma edi. Demak, ayirma nima bo'lyapti? Minus bo'lsa, ya'ni ayrilib ketsa kamayayotgan bo'ladimi? Kamayayotgan bo'lsa, ayirma nechiga kamayyapti? 5 taga kamayyapti va mana bu D ga o'zgarib qolyapti. Shuning uchun men boshida mana bu yerda aytib ketdim, D ga o'zgaradi, qanaqadir boshqa songa o'zgarib qoladi, ya'ni S ni o'zi qolib ketmaydi dedim. Tushunarli? Demak, bu yerda xo'p 5 taga kamayayotgan bo'ladi. Ya'ni qachonki minus bo'lsa kamayyapti, plus bo'lsa ortyapti deb ketamiz. Demak, hozir S javobini olishimiz kerak. Ya'ni 5 taga kamayyapti. Xo'p, kim tushundi? 13 dan. Tushundim deb yozaylik, tushunganlar. Tushunmaganlar tushunmadim deb yozamiz. Okey, tushundim. Tushundim. Hop, tushunmadim. Tushundim. Bir kishi da tushunmabdi. Okey. Yana qolganlar. Tushundim. Hop, yaxshi. Okey, yaxshi. Qaranglar, bo'lmasa ikkinchi, ya'ni 14-savolda yaxshilab yana bitta tushuntiraman, tushunmaganlar uchun. Xo'p, maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Qaranglar, nima qildim? Xo'p, birinchi o'rinda A minus B teng S, ya'ni boshida nazariy qismda o'rgatgan narsamni yozyapman. Bu yerda har birining nomi bor deganmiz, ya'ni A bu yerda kamayuvchi, B ayriluvchi, S ayirma. Mendan aynan ayirma, ya'ni mana shu ayirma, mana bu S qanday o'zgaradi deyapti. Va uni o'zgarishi sababi mana bu yerda kamayuvchi 48 taga ortyapti. Xo'p, ayriluvchi 31 taga ortyapti. Xo'p, kommentariyada yozayotganlar, oshcha yozavermaymiz, chalg'itasizlar va o'zlaringga ham zarar bo'ladi. Men so'raganda yozinglar, tamom. Bo'ldi, hozir qaraymiz doskaga. Ya'ni mana u
zapisga qaraymiz, videoga qaraymiz. Oshiqcha narsani yozavermaymiz. Shohruzbek. Xo'p, ketdik, qaranglar. Nima qilaman? Kamayuvchi 48 taga, ayriluvchi 31 taga ortsa deyapti. Ya'ni ortsa bizda qo'shiladi. Demak, a plus 48 ta, ya'ni kamayuvchi 48 ta qavs qo'yib olishinglar shart dedim. Minus, chunki mana bu minus, o'rtadagi minus saqlanib qoladi va minusni yozib olasizlar. Qavs qo'yaman, b plus 31 bo'ladi. Shunda endi s chiqmaydi, javobi qanaqadir d ga o'zgaradi dedim va shu holatda qavsni ochadigan bo'lsam, qavsni tashqarisida hozir hech qanday ishora yo'q. Demak, shunday ochsam bo'ladi. 48 a plus 48 a minus bo'lgani uchun o'rtada qavs. Qavsning birinchi, ya'ni oldida minus kelayotgani uchun qavsning ichkaridagi ishoralar o'zgaradi degan qoidani o'rganganmiz. Minus b yu minus 31 teng qanaqadir d ga teng bo'lib turibdi. Endi shu holatda biz a minus b ni alohida yozib olaman. Nimaga unaqa qilyapman? Chunki a minus b ni qiymati teng s galigi ma'lum bu yerda. Shuning uchun va plus 48 minus 31 teng d. Endi qaranglar, mana bu narsa s ga teng, ya'ni a minus b hozir ham gaplashdik, s ga teng. 48 dan 31 ni ayirib yuboraman ekan. Ayirib yuborsam s plusdan chiqadi endi bunisi. Nimaga? Chunki 48 ning ishorasi plus, ya'ni katta sonning ishorasi qo'yiladi deganmiz. 48 dan 31 ni ayirib yuborsak 19 teng d bo'ladi. Qaranglar, s ayirmaydi. Ayirma edi. Ayirmaga 19 qo'shilsa bu ortadi. Ortadi. Agar mana shu ishora minus bo'lsa kamayadi. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? 48, 19 emas, 17. Uzr, adashib ketdim. 17. 17 ta ortadi. 17 ta ortadi. Demak, bu yerda mana buni qiymati 17 chiqish kerak. 17 ta ortadi. Nimaga 17 ta ortyapti? Bu yerda qo'shilgani uchun 17 ta ortyapti. Agar tepadagi mana bu minus 5 ga o'xshab ayrilib turganda bu kamayadi. Ya'ni shu joyiga qarasizlar, tamom. Misolni ishlanish yo'li mana shunday holatda bo'ladi. Xo'p, tushundikmi? Yozamiz kommentariyaga. Xo'p, endi ajoyib bo'ladi, buni 17 ta ortadi. Tushundim. Okey, tushundim. Xo'p, yaxshi, zo'r, malades. Qo'y, tushundilaring. Endi buni yengilroq holatda tushuntirib ketaveraman. Okey. Okey. Yaxshi, bo'ldi. Okey, hamma tushunibdi. 15 ga qaraymiz. 15 da ham xuddi shu narsani qilib olamiz. A minus b teng qanaqadir s ga. Demak, bu yerdan men aytayapti, kamayuvchi 76 ta, ayriluvchi 84 ta ortsa deyapti. Demak, nima qildik? A ga qo'shdik 76 ni minus b ga qo'shdik 84 ni. Javobimiz qanaqadir d ga o'zgardi. Qavsni ochib chiqsam, a plus 76 minus b minus 84 teng d bo'ldi. O'rnini almashtirib yozib olsam, a minus b bu s ga teng bo'ldi. Xo'p, plus 76 minus 84 qanaqadir d ga teng bo'ldi. Endi mana uni hisob-kitob qilsam nima chiqyapti? Bu yoqdan plus 76 ga minus 84 necha bo'ladi? Yozamiz. Plus 76 ga minus 84 necha bo'ladi? Yozamiz kommentariyaga. 8 minus 8 minus 8. Okey. Yaxshi, 8 chiqadi, faqat minus 8 chiqadi. Nimaga minus 8 chiqadi? Chunki 84 katta son va oldidagi ishora. Xo'p, minus bo'lgani uchun ko'chadi. Tushunli? Minus 8 chiqadi. Minus 8 chiqdi degani davom ettiradigan bo'lsam
minus 8 qanaqadir d ga bo'lib qolyapti. Demak, nima bo'lyapti? Minus bo'lsa nima qiladi dedik? Kamayadi. Minus bo'lsa kamayadi dedik. Demak, bu javobda minus bo'lib qoldi. Shuning uchun S javobni olamiz, kamayadi. Xo'p, menimcha hammaga tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, endi bunda ozgina o'zgarish kiritilgan. Ozgina o'zgarish. Xo'p. Okey, qaranglar, ketdik. E'tibor beramiz. Bo'ldi. Kommentariyada yozib to'xtatamiz, videoga e'tibor beramiz. Xo'p. Kamayuvchi 23 ta ortib, ayriluvchi 14 ta kamaysa, ayirma qanday o'zgaradi deyapti. Demak, bunda ham nima qilib olasizlar? Hozirgidek bir xil narsa, faqat kamayib ortyapti bunisi. Ikki xil narsani aytyapti. A minus B teng S ga. Mana S ni qanday o'zgarganini topishim kerak. Nima qilasizlar? Xo'p, yozamiz. A ni faqat endi kamayuvchini 23 ta orttiramiz. Orttirsak qo'shiladi 23. Bo'ldi, qo'shildi. Minus endi kamaysa bu tabiiy ayriladi. B minus 14 teng qanaqadir D bo'ladi bunisi. Qavsni ochib chiqsam A plus 23 minus bo'lsa, qavsni tashqarisi minus bo'lsa, ichkari qanaqa qarsiga o'zgarishi kerak. Demak, minus B yu plus 14 bo'ladi. Teng qanaqadir D ga. Yana A ni oldiga B ni o'tkazaman va bu S ga teng bo'ladi. Plus 23 u plus 14 qolar ekan. Qana edi D. Ikkovini ham ishorasi plus bo'lgani uchun bular nima qiladi? Qo'shiladi. Qo'shilganda 37 bo'ladi. 37 va tabiiy ishorasi plusdan chiqadi. Demak, biz bu yerda S plus 37 degan narsani qabul qilamiz ekan va bu yerda qo'shilib turgani uchun bu nima bo'ladi? Ortadi. Xo'p, tepadagi yuqoridagi misoldan nima farqi bo'ldi? Mana bu ayriluvchi 14 ta kamaydi. 14 ta kamaygani uchun bu minus bo'ldi va o'rtadagi ishora ta'siri bilan bu plus bo'lib ketib qoldi. Plus bo'lib ketgani uchun ikkovi ham qo'shildida javob 37 ta ortadi degan narsani oldik. Tushundikmi? Yozamiz. Day. Tushunganlar tushundim deymiz yoki okey deylik. Tushunganlar okey, tushunmaganlar tushunmadim desin, qiynalsin, tushunmaganlar. Okey. Tushunmadim deb isora tushunmadik. Xo'p, keyingi 17-misolda tushuntiraman yana boshqatdan maydalab bo'lmasa. Okey. Yaxshi. Tushunmaganlar uchun yana bir marta повтор 17-misolda shunga o'xshagan bir xil. Xo'p. E'tibor beramiz. Demak, nima dedim? A minus B teng S holatini yozib olaman dedim. Yozib oldim. Mana shu holatda endi nima qilaman? Qaranglar, kamayuvchi 57 ta ortyapti. Ya'ni bu degani A ni orttirasan 57 ga deyapti. Qavs qo'yib olishim kerak. Minus ishora saqlanadi. Qavs qo'yib olishim kerak. B ni esa ayriluvchini 28 ta kamaysa deyapti. Kamaysa ayiraman dedim. 28 qanaqadir D ga teng bo'ladi. Endi qavsni ochib chiqsam A plus 57 minus B yu Bibisora qarab tursangiz tushunasiz. Yozavermasdan. Xo'p, qavsni ochganimda qavsning tashqarisi minus bo'lsa, ichkari o'zgaradi qarama-qarshisiga. Qarama-qarshisiga o'zgarsa plus bo'lib ketadi. Plus bo'lib ketsa 28 holatga keladi, demak D. Xo'p, bu holatda nima bo'ladi? A minus B plus 57 plus 28 teng D bo'ladi. Xo'p, mana bu A minus B S ga teng bo'ladi. 57 ga 28 qo'shiladi. 85 bo'lar ekan. Va plus ishorada chiqadi. Demak, ishlab bo'lmasimizdan hozir javobini topib qo'yganlar bor ekan. Malades, zo'r. Demak, bu 85 plus qanaqadir D ga teng bo'lib qoldi.
Plus bo'layotgani uchun ortadi. Malades, qoyil. Endi tushundikmi Bisora? Ortadi degan javob bor. Bisora yozsin, tushundikmi? Tushundim. Okey, bo'ldi. Bisora tushungan bo'lsa, qolganlar tushungan. Okey, 18 ga o'tamiz. Xo'p, 18 ni ham endi mana shunday holatda ishlab ketsak bo'ldi. Demak, nima dedik biz? A minus B teng S bo'ladi dedik. Bu holatdan A ni orttirishim kerak 46 ga. Xo'p, minus B ni kamaytirishim kerak 31 ga. 31 ga. Teng qanaqadir D. Qavsni ochib chiqsam, A plus 46 minus B plus 31 teng bo'ladi D ga. Xo'p, okey. Demak, A minus B imiz teng bo'ladi plus 46 plus 31 teng D ga. Xo'p. Mana buni qiymati S, mana buni qiymati 77. Hal ishlab bo'lmasimizdan javob chiqarib qo'yganlar bor. Malades, qoyil. Xo'p, bu cho'tki tushunganimizdan dalolat beradi. Demak, bu yerda 77 qo'shilyapti, demak ortadi. Ortadi. 77 ga ortadi. B javob to'g'ri bo'ladi. Malades. Sohiba kamaymaydi, Shohruz kamaymaydi, ortadi bu. Chunki plyusdan chiqyapti ikkovi ham. Okey, yaxshi. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, 19-savolga o'taman. 19-savol, e'tibor beringlar. Ozgina neobichniyroq savol, ya'ni 19 5, 7, 2, 4 raqamlaridan foydalanib deyapti. Ya'ni raqamlaridan nechta 3 xonali son tuzish mumkin deyapti. Ko'pchilik mana bunaqa holat yozadi. Qaranglar. Xo'p, 3 xonali son degan uchun 572 deydi, 524 deydi, 542 deydi, 574 deydi va hokazo yozib chiqadi. Xo'p, qachongacha bunaqa qilib yozib chiqmoqchisizlar? Aslida unday bo'lmaydi. Qaranglar, yaxshilab eshitinglar. Xo'p, menga 3 xonali son dedimi, 3 ta katak chizasizlar. Oddiy daftarning katagiga o'xshagan 3 ta katak chizamiz. Endi qaranglar, 3 ta katak chizdim. Har bir xona 3 xonali sonni. Xo'p, kommentariyani to'xtatib, xo'p, qarab ko'ramiz. Tushuntirsam-ki aytasizlar. Okey. Qaraymiz. Xo'p, 3 ta katak chizasizlar. 3 xonali degani uchun nima qilasizlar? Birinchi katakka 5 ni olib kelishim mumkinmi? Ya'ni 500 deb boshlanishi mumkinmi son? Boshlanishi mumkin. 700 deb boshlanishi mumkinmi? Mumkin. 200 deb boshlanishi mumkinmi? Mumkin. 400 deb boshlanishi mumkinmi? Mumkin. Va ikkinchi xonaga, ya'ni 57, 70, 20, 40 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Va oxiri 5 oxirgi xonada 5, 7, 2, 4 bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Demak, bu holatda birinchi katakka nechta raqam keldi bizda? 4 ta raqam keldi. Ikkinchi katakka nechta raqam keldi? 4 ta raqam keldi. Uchinchi katakka nechta raqam keldi? 4 ta keldi. Demak, to'rovi ham bir-biriga bog'liq, ya'ni bog'liq jarayon deganim qanaqa? Qaranglar. Misol uchun, birinchi katakka 5 ni qo'yib, ikkinchi katakka 7 ni qo'yib, 57 degan sonni xo'p, 3 xonali son deya olamanmi? Yo'q, deya olmayman. Shuning uchun hammasi bog'liq jarayon yoki mana bunga ham 2 ni qo'yishim kerak. Mana 572 degan son 3 xonali son. Bog'liq jarayon bo'lgani uchun bu hammasi ko'paytiriladi. 4 kara 4 16, 16 kara 4 64 bo'ladi. Demak, 64 ta 3 xonali son tuzish mumkin ekan, xonimlar va janoblar. Podadan oldin chang chiqarmasdan tushunib turamiz. Tushundikmi? 19 ni tushunganlar okey deb yozamiz.
yaxshi, 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 yaxshi. Okey, demak tushunarli bo'libdi. Keyingi 20 ga o'tib ketaveramiz. 20. E'tibor berasizlar, nima dedim? Xo'p, 8, 1, 3, 5 raqamlardan deyapti, nechta to'rt xonali son tuzish mumkin deyapti. To'rt xonali desa 4 ta katay chizasizlar, xonimlar va janoblar. 4 ta katay chizsalaring, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Xo'p, demak bu holatda 4 ta katay chizamiz. Xo'p, 4 ta katay chizsam, mana bu birinchi xonaga 800, ya'ni 8000 deb boshlanishi mumkinmi? 1000 deb boshlanishi ham mumkin, 3000 deb boshlanishi ham, 5000 deb boshlanishi ham mumkin. Mana bu yerda 800, 100, 300, 500 deb boshlanishi ham mumkin. 80, 10, 30, 50 deb boshlanishi ham mumkin. 8, 1, 3, 5 deb tugashi ham mumkin. Demak, har bir katakka 4 tadan kelyaptimi? 4, 4, 4, 4. 4 tadan kelayotgan bo'lsa, hammasi bir-biriga, ya'ni bog'liq jarayon, bitta raqamni qo'yib 4 xonali son deya olmayman. Shuning uchun bu yerda hammasini ko'paytirib chiqishim kerak. 4 kara 4 16, 16 kara 4 64, 64 kara 4 256 ta. 256 ta 4 xonali son mavjud ekan. 32 emas. 32 emas. Xonimlar va janoblar, 256. 4 ta 4 ni ko'paytirib chiqsalaring 256 chiqadi. Xo'p, tushunarlimi? 21. 21 da 9, 6, 5, 1 raqamlaridan nechta 2 xonali son tuzish mumkin? Demak, bu yerda 2 xonali degan uchun 2 ta katak chizaman, yetarli. 2 ta katak chizsam, birinchi katakka 90 deb boshlanishi mumkin, 60 deb boshlanishi mumkin, hop 50 deb boshlanishi mumkin, 10 deb boshlanishi mumkin. Xo'p, va 9 deb tugashi mumkin, 6 deb tugashi mumkin, 5 deb tugashi mumkin, 1 deb tugashi mumkin. Ikkala katakka ham 4 tadan kelgani uchun 4 kara 4 shunchaki 16 ta 2 xonali son tuzish mumkin bo'ladi. Ishonmasalaring, xo'p, 44 misol uchun 44 emas bu yerda. 99 degani ham shu 2 xonali son. 66 deganini ham olishim mumkin. 55 deganini ham olishim mumkin. 11 deganini ham olishim mumkin. Tushunarlimi? Mana shunaqa sonlarni olishim ham mumkin. Shuning uchun bu 16 ta chiqyapti. Hozir takrorlanmaydiganini ko'ramiz, u boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun hozir e'tibor berib turinglar, hammasini bitta-bitta yozib chiqdim. Demak, bu yerda birinchi kattaga 9, 6, 5, 1 kelishi mumkin deb yozib chiqdim. Demak, bu yerda javob hozir 16 ta. Ya'ni B javob bo'ladi. Tushunarli? 21 tugadi. Okey. Xo'p, keyingi 22. Mana endi bu yerda e'tibor beradigan joyi bor. E'tibor beradigan joyi qanday? Raqamlarni takrorlanmaydigan deyapti. Takrorlanmaydi degani 4 xonali son tuzish mumkin bo'lsa 8888 bo'lishi mumkin emas yoki 8138 bo'lishi ham mumkin. Ikkitadan raqam ishlatib bo'lmaydi bunisida. Tushunarli? Ikkitadan raqam ishlatib bo'lmaydi, faqatgina bir dona raqam ishlatish mumkin xolos. Demak, bunga e'tibor berib turasizlar. Qanaqa bo'ladi? Bunga ham 4 xonali son degani uchun 4 ta katay chizamiz. 4 ta katay 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta katak chizamiz. Xo'p, kommentariyada yozayotganlar, mana bu misolga qaraymiz, tushuntiryapman. Oshcha yozib yuboryapsizlar kommentariyada. So'raganda yozinglar, tamom. Xo'p, 4 ta katay chizdik. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Xo'p, har doimgidek birinchi katakda misol uchun 8000 deb boshlanishi mumkin, 1000 deb boshlanishi mumkin, 3000 deb va 5000 deb boshlanishi mumkin. Ikkinchi katakda takrorlanmasligi uchun misol uchun birinchi katakka 8000 deb boshlab qo'ygan bo'lsam, ikkinchi katakka 8 deb yoza olmayman hech qachon. Va qolgan ikkinchi katakka 1, ya'ni 100 deb boshlashim mumkin yoki 300 deyishim mumkin.
yoki 500, ya'ni 8100, 8300, 8500 deyishim mumkin. Tushunarlimi? Bu agar o'rniga 8 ni o'rniga 1 qo'ysam, 1 deb turib, o'rniga mana 1 ni o'rniga 8 tushib qoladi. Almashaveradi. Faqatgina tushuntirish uchun bittasini ko'rsatyapman. Endi misol uchun bu yerga ikkinchi katakka 1 ni yozib olsam, 8100 deb turib 1 ni foydalangan bo'lsam, uchinchi katakka 1 ni foydalana olmayman. Demak, bu yerda 3 deb boshlashim mumkin, ya'ni 30 deb boshlanishi mumkin va 5 deb boshlashim mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda agar uchinchi katakka 3 ni yozib olsam, 8135 deyishim mumkin xolos bitta. Mana bitta to'rxonali son bo'ldi. Agar 8 ni foydalanmasdan 1 ni foydalanganimda 1835 deyishim mumkin edi. 3 ni foydalangan 3185 deyishim mumkin edi. 5 ni foydalanganimda 5138 deyishim mumkin. Xuddi shunaqa almashib ketaveradi, lekin qonuniyati bittadan kamayib ketadi. Demak, qonuniyat bo'yicha birinchi katakka 4 ta keladi, ikkinchi katakka 3 ta keladi, uchinchi katakka 2 ta keladi, birinchi katakka, oxirgi katakka 1 ta keladi. Va bular xo'p, ya'ni bog'liq jarayon bo'lgani uchun hammasi ko'paytiriladi. Ko'paytirib chiqsam 4 kere 3 12, 12 kere 2 24, 24 kere 1 24. Demak, takrorlanmasin desa, ehtiyotroq bo'lamiz ekanda, kamayuvchi tartibda ketar ekan. Kamayuvchi tartibda ketsa, birinchi katakka nechta raqam berilgan bo'lsa, 4 ta bo'lsa, 4 kela oladi. Ikkinchi katakka undan bitta kam keladi. Nimaga? Chunki birinchi katakka foydalanib olsam, ikkinchi katakka qo'ya olmayman. Demak, 24 ta qo'ysam bo'lar ekan. Demak, bu degani B javob degani. 22 ga tushundikmi? Yozamiz. Okey deymiz, tushunganlar. Okey. Yaxshi. 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 Hop. Tushunmadim. Okey, tushuntiraman. Hop, mana bunda tushuntiraman. Tushunmaganlar uchun muqaddasga. Hop. Yana kim? Okey, tushundik qolganlar. Hop, o'zgartiraman, qaranglar. 23 ga keldik. 23 da yana ham yoyibroq tushuntiraman. Hop, to'rxonali son deyapti va raqamlar takrorlanmasin deyapti. Demak, 4 ta katak chizishim shart. 4 ta katak chizaman. 1, 2, 3, 4 ta bo'ldi. Okey, mana o'zgartirib ozgina. Hop, 1, 2, 3, 4 ta. Hop, 4 ta katak chizdim. Nima qilaman? Birinchi katakka 5000 deb boshlashim mumkin, 7000 deb boshlashim mumkin. Hop, 1000 deb boshlashim mumkin, 4000 deb boshlashim mumkin, 9000 deb boshlashim mumkin. Bu yerda 5 ta raqamim bor ekan. Demak, endi ikkinchi katakka qanaqa xonani, ya'ni qaysi sonni qo'ya olaman desa, birinchi katakka qo'yishimga bog'liq bo'ladi. Birinchi katakka agar 5 ni qo'ysam, ikkinchi katakka vobshin 5 ni ishlata olmayman. Tushundingmi? Ya'ni 5 ni ishlatgan paytimda qolgan 4 ta raqamni ishlatishim mumkin ikkinchi katakka. Demak, bu degani 7 ni ishlatishing mumkin, 1 ni ishlatishing mumkin, 4 ni ishlatishing mumkin, 9 ni ishlatishing mumkin deyiladi. Endi mabodoga ikkinchi katakka 7 ni qo'yib olsam, uchinchi katakka 3 ta raqam qoladi. 3 ta raqam qoladi. 3 ta raqam degani 1, 4, 9 qoladi degani. Uchinchi katakka 1 ni ishlatib qo'ysam, mabodoga 1 ni ishlatib qo'ysam, oxirgi katakka 4 bilan 9 qoladi. Tamom. Demak, hammasini raqamlardan foydalanib chiqdim. Demak, birinchi katakka nechta raqam keldi? 5 ta raqam keldi. Ikkinchi katakka nechta raqam keldi? 4 ta raqam keldi. Uchinchi katakka nechta raqam keldi? 3 ta raqam keldi. To'rtinchi katakka nechta raqam keldi? 2 ta raqam keldi. Va hammasi bog'liq jarayon bo'lgani uchun ko'paytirib chiqsam nima bo'ladi? 5 kere 4 20, 20 kere 3 60, 60 kere 2 120 bo'ladi. Ya'ni 120 ta raqamlari takrorlanmaydigan
5, 7, 1, 4, 9 raqamlardan foydalangan holatda 4 ta tuzishim mumkin ekan. Okey, demak, hozir hamma chotki tushundi buni. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, tezlashtiramiz. 23. Hali yarimiga ham kelmabmiz. Xo'p, demak 24. 24 da nima deyapti? Raqamlardan foydalanib 4 xonali sonlar tuzish mumkin. Raqamlar takrorlanmasin deyapti. Demak, 4 ta katak chizaman bunga ham. 4 ta katak chizaman. 1, 2, 4. Xo'p, 4 xonali deyapti. Faqat raqamlar soni 6 taga oshyapti. Demak, birinchi xonaga 8, 1, 2, 2 yo'q ekan. 2 oxirroq ekan. 3, 5, 2, 4 ni foydalanishim mumkin. Agar birinchi katakka 8 ni yozib olsam, ikkinchi katakka yoza olmayman afsuski. 3 ni foydalanaman, 5 ni foydalanaman, 2 ni foydalanaman, 4 ni foydalanaman. Ikkinchi katakka 1 ni yozib olsam, uchinchi katakka foydalana olmayman. 3 ni yoza olaman, 5 ni yoza olaman, 2 ni yoza olaman, 4 ni yoza olaman. Uchinchi katakka 3 ni qo'yib oladigan bo'lsam, 4-chi Xo'p, ovoz boryaptimi endi? Endi boryaptimi ovoz? Yozinglarchi, ovoz boryaptimi? Okey. Mikrofonimizni bittasini zaryadi tugab qolibdi, shuncha ovoz o'chib qolgan. Ovoz boryapti hammaga. Yaxshi, davom etamiz. Xo'p, davom etamiz. Tushundik mana bu 24 ni. Xo'p, Shohruz endi boryaptimi ovoz? Okey. Demak, ovozlar joyida. Hamma xo'p, misoliga qaraydi. Ketdik. Tezlashamiz endi. Bu yog'i sal osonroq masalalar, chunki hisob kitobi ozgina osonroq ketadi. Ketdik. Qaranglar, 25 ga keldik. 25 da aytayapti, Amirning bo'yi Solihaning bo'yidan deyapti. 10 sm uzun. Soliha Shahinadan 5 sm kichik. Agar Shahinaning bo'yi 160 sm bo'lsa, barcha bolalarning bo'ylarini uzunliklari yig'indisini toping deyapti. Nima qilasizlar? Qaranglar. Yozib olasizlar bir chekkadan Amir, xo'p, Soliha va Shahina deyapti. Shahinaniki aniq bor 160 sm ekan. Endi qaranglar. Soliha deyapti, Shahinadan 5 sm kichkina. 5 sm kichkina bo'lsa nima qilasizlar? 160 ni ayirasizlar 5 ta. 160 dan 5 ta ayirasiz. 155 qoladi. Demak, Solihani bo'yini uzunligi 155 sm. 155 sm. Endi qaranglar. Solihaning bo'yidan 10 sm uzun. Bu Amirning bo'yi. 10 sm uzun bo'lsa, qo'shamanmi 10 ni? Qo'shaman. 5, 6, 1. 165 sm. Demak, Amirning bo'yi 165 sm ekan. Endi hamma bolalarning bo'ylarini yig'insini topib chiqing gap. 5 ga 5 ni qo'shaman. 10, 0 ni qo'shsam 20, ya'ni 10 bo'ladi. Ya'ni bitta bir dilda turadi. 6 ga 5 ni qo'shsam 11, 6 ni qo'shsam 7, dildagi bilan 8. Xo'p, 3 ta 1 ni qo'shsam 3, dildagi bilan 4. 480 sm ekan jami hamma bolalarning bo'ylarini uzunligi. Xo'p, mana bunda 360 chiqadi, belgilab qo'yamiz, belgilab qo'yamiz. Xo'p, tushunarli. 25 tushunarli. 26 ga o'tdik. Xo'p, Amir 170 emas, 165. Bibisora. Xo'p. Yana kim tushunmadi? Yozsinchi. 25 ni tushunmaganlar. Tushunmaganlarni o'zi yozsin, tushunganlar jim turaversin. Tushunmaganlarni o'zi yozsin. Tushunmadim desin.
Xo'p, okey, Begmurod tushunmadi. Xo'p, Sohiba tushunmadi. Maftuna tushunmadi. Okey, qaranglar. 26 ga e'tibor berasiz. Bir xil shun bilan. Nima qilasizlar? Dilshod ismlarni bir chekkadan yozasizlar. Dilshod. Ali va Oysha. Xo'p, qaranglar. Bu yerda bitta o'quvchini yoki bitta bolani bo'yin uzunligi berilgan. Ya'ni agar deyapti, Oyshaning bo'yi 150 sm bo'lsa deyapti. Yozasizlar, tayyor aytib qo'ydi, 150 sm ekan. Yozib oldim mana. Endi aytayapti, qaranglar. Orqadan ketiladi. Ali deyapti, Oyshadan 8 sm kichik deyapti. 8 sm kichik bo'lsa, nima qilasizlar? 150 dan ayirasizlarmi 8 ni? Chunki Oyshaning bo'yining uzunligi 150 edi. Ayirib yuborsalaring 2 qoladi, bu yerda 4 qoladi, 42 chiqadi. 142. Demak, Ali necha santimetr? 142 santimetrlik bola. Endi qaranglar. Alining deyapti mana bu yerda. Alining bo'yidan 5 sm uzun kimniki? Dilshodniki. 5 sm uzun bo'lsa 5 ni qo'shishim kerakmi? Qo'shaman 5 ni. Qo'shsam 7, qo'shsam 4, qo'shsam 1. Demak, 147 sm bo'ladi. Endi aytayapti, hamma bolalarning bo'ylarini yig'indisi necha deyapti? 7 ga 2 ni qo'shsam 9, 0 ni qo'shsam yana 9. Turib turadi bir dilda. 4 ga 4 8, 3 ni qo'shsam 13, dildagi bilan 4. 8 dildagi bilan dil yo'q ekan. Okey, dil yo'q ekan. 39 bo'ladi bu yog'i. Bu yog'i 300 bo'ladi. 400 bo'ladi. 439 sm. 439 sm barcha bolalarning bo'ylarining uzunligi. Tushundikmi? Yozamiz, tushunganlar, tushunmaganlar tushunmadim deylik. 26 ni. Maftuna okey, tushundi. Xo'p, tushundik. 1912 Sohiba tushundi. Bulardan tushundi. Xo'p, Alloh tushundi. Okey, hamma tushundi. Tushundim. Yaxshi. Tushundim. Yaxshi. Xo'p, tushunganlar uchun rahmat. 27 ga o'tamiz. 27. Demak, nima qilasizlar dedim? Bir chekkadan yozib yuborasizlar dedim ism familiyalarni. Ya'ni ismlarni yozib olsam, Ali, Amir bor ekan bu yerda. Amir. Xo'p, Soliha bor ekan. Shahina bor ekan. Yana bitta o'sha qaytarilgan ismlar. Shahina. Demak, nima qilyapti? Bu yerda bittasini ism, ya'ni bo'yini uzunligini beryapti, 170. Bu Shahinaniki 170 cm. 170. Soliha Shahinadan 10 cm kichik. 10 cm ayirasizlar 170 dan. 170 dan 10 dan ayirasalaring 061. 160 bo'ladi. 160 cm. Xo'p, endi aytayapti, Amirning bo'yi Solihaning bo'yidan 15 cm uzun. 15 cm uzun bo'lsa qo'shasizlar. Qo'shamiz. Qo'shsak 5, qo'shsak 7, qo'shsak 1. 175 cmlik Amir. Endi xo'p, jami bolalarning, ya'ni bo'ylarining uzunliklari yig'indisi necha deyapti? Qo'shib chiqasizlar. 5 ga 0 ni qo'shsam 5 bo'ladi santimetrda. Xo'p, 6 ga 7 ni qo'shsam 13, 13 ga 7 20, 0 ni yozaman, ikkisi dilda. Bu yog'i 3, dildagi bilan 5. 505 santimetr jami bolalarning bo'ylarining uzunligi. Xo'p, 28. Malades, to'g'ri ishlayotganlar, qoyil. Xo'p, demak, Dilshod deyapti bu yerda. Dilshod. Xo'p, Soliha deyapti yana. Soliha.
Xo'p, Shahina deyapti. Shahinani bo'yi 165 cm. Xo'p, Shahinadan 9 cm kichik, 165 dan ayirasizlar 9 da. Bu degani 156 degani 156 cm. Xo'p, bo'yidan uzun deyapti. Solihani bo'yidan 7 cm uzun. Bunga 7 ni qo'shib olasizlar. Qo'shsak. Xo'p, 13 1 6 1 163 bo'ladi. 163 cm. Xo'p, qo'shib chiqsalaring 9 ga 5 14 bir dilda. 11 ga 6 7 dildagi bilan 8 yana bir dilda 484. Qayerda 9 6. Mana bu 9 4. Xo'p, 9 da ayirib olsak 56, 7 ni qo'shsak 63. Xo'p, 484 bo'ladi. Testda xato bor ekan. Okey. Demak, javobimiz 484 bo'lar ekan. To'g'ri. 484 bo'ladi. Javobimiz mana bu bo'ladi. Xo'p, yozib qo'yasizlar 484. Kitobga to'g'rilab qo'yasizlar. Y javobda 484 santimetr bo'lishi kerak ekan. Javoblarimizda yo'q ekan. Okey, keyingisi. Yigirma to'qqizga yetib keldik. Yigirma to'qqiz. Yo'q, 486 qilmaymiz. 484 chiqdi. Bo'ldi, o'sha javob qoladi. Y javob qo'yaveringlar. Tamom. Oshiqcha o'zgartirish kiritib yurmanglar. Xo'p, Y javob qo'ysalang bo'ldi. Bemalol. Xo'p, ketdik. 29 ga keldik. Amir. Xo'p, Soliha. Shahina. Xo'p, Shahinani bo'yi 175 cm. Xo'p, 12 cm kichik, 175 dan ayiramiz 12 ni. 3 dan bu yog'i 6 qoldi bir. 163. 163. Xo'p, endi aytyapti 20 cm uzun, 20 ni qo'shib yuboramiz. Xo'p, 3 8 1 183. Qo'shib chiqsam hammasini 6 ga 5 11 bir dilda. 8 ga 14 7 ni qo'shsam 21 dildagi bilan 22. X dilda bo'lib qoldi. Bu yog'i 521. 521 degan javob bor. Bu A javobda turibdi. Mana bu javob. Xo'p, mana des A javob 419 deyotgan. Qaysi? To'g'ri, qaysining javobi bu 419? Xato-ku. Yaxshi. Keyingisi. A javob to'g'ri bo'ladi. 29 ga. 30 ga keldik. 30 da endi tushunib turasizlar, masala o'zgaryapti. Qaraysizlar yaxshilab. Xo'p, daraxtning bo'yi hozir 6 metr. Yaxshilab e'tibor beringlar. Daraxtning bo'yi hozir 6 metr ekan. U har yili 250 cm o'sadi. Daraxtning bo'yi yana necha yildan keyin 16 metrga teng bo'ladi, deyapti. Qaranglar. Hozir 6 metr bo'lsa, shu necha metrga o'sgan o'zi aslida. Qanday topasizlar? 16 dan ayiramiz 6 ni. 10 metrga o'sgan ekan. 10 metrga o'sgan ekan shu yil davomida. Demak, bu 10 metr degani necha santimetr degani shunga o'tkazasizlar. Ya'ni 1 santimetr 1 metr 100 santimetr edi. 100 santimetr bo'lgani uchun 10 ni 100 ga ko'paytiraman. Bu 1000 bo'ladi degan. Endi 1000 santimetr bo'ldimi? Har yili 250 santimetrga o'sayotgani uchun bo'lib yuborasizlar 250 ga.
Shunda 4 yil chiqadi. 4 yilda daraxt 16 metrga yetgan bo'ladi. B javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 30 ga tushunganlar tushundim deymiz. Xo'p, 30 ga tushunganlar tushundim deymiz. Bu qadar tushunmadingizmi? Xo'p, okey. Yo'q. Okey, yaxshi. Tushundim. Yaxshi. Xo'p, 31 da qaytadan tushuntiraman unda. Qaranglar. 31 da aytayapti. Xo'p, gulni bo'yi hozir 1 metr deyapti. 1 metr. U har yili 50 santimetrdan o'sadi. 50 santimetr. Hozir esa 1 metr. Xo'p, gulning bo'yi yana necha yildan keyin deyapti. Yana necha yildan keyin 3 metrga yetadi. O'zi qaranglar. O'zi 1 metr edi. 3 metrga yetish uchun necha metr o'sish kerak? 2 metr o'sish kerak. Endi 2 metr degani o'zi necha santimetr degani? 200 santimetr degani. To'g'rimi? 200 santimetr bo'lib yuboraman. 50 ga. Nimaga 50 ga bo'lyapman? Shu 2 metrga yetish uchun har yili 50 santimetr o'sayotgan bo'lsa, yana necha yildan keyin deyapti-yu. Demak, bo'lib yuborsam, xo'p, 4 chiqadi yana. Yana 4 yildan keyin. 4 yildan keyin daraxt 3 metr bo'ladi. Nimaga 3 metr bo'lib qoladi desa, oldin 1 metr edi, keyin 2 metr qo'shiladi. Tushundikmi endi 31 ga? Yozamiz, tushundim. Tushundim deymiz. Okey, yaxshi. Yaxshi. Okey, yaxshi. Demak, tushundik. 32. 32. Xo'p. O'simlikning bo'yi bo'ldi, e'tibor beramiz. 32 ga keldik. Xo'sh. Bo'ldi, e'tibor beramiz. O'simlikning bo'yi hozir 2 metr. Hozir aynan 2 metr. Hozir 2 metr. Har yili 100 santimetrdan o'ssa, o'simlikning bo'yi yana necha yildan keyin 5 metrga yetadi. Demak, 5 metrga yetgan bo'lsa, orada necha metr o'sgan topish uchun ayirib yuboraman. Shunda 3 metr chiqar ekan. 3 metr. Xo'p, 3 metrni santimetrga olib o'tsam, santimetrga olib o'tsam 300 bo'ladi. 300 santimetrni bo'lib yuboraman 100 ga. Nimaga? Har yili 100 santimetrdan o'syapti. Bo'lib yuborsam 3 yil chiqadi. Tamom. Bo'ldi. Demak, 3 yildan keyin 5 metrga yetar ekan. Xo'p, mana. 3 yil malades, zo'r. 3 yildan keyin bo'ladi. Xo'p, keyingi 33 ga keldik. Sirazi o'tib ketamiz. Xo'p, daraxtning bo'yi hozir 8 metr, u har yili 200 santimetrga o'sadi. Daraxtning bo'yi yana necha yildan keyin 14 metrga yetadi deyapti. 14 dan xo'p, ayirasizlar 8 ni 6 metr chiqadi. 6 metr degani 600 santimetr degani. 600 santimetrni 200 santimetrga bo'lib yuborsalaring, yana bu ham 3 yil chiqadi. 3 yildan keyin tamom. 3 yildan keyin bu ham B javob. Okey, B javob bo'ladi. Qoyil, malades, zo'r, chotki. Chotki tushunyapsizlar. Qoyil. Ko'z tegmasin. 34 ga keldik. Xonimlar va janoblar, 34 ga. Xo'p, gulning bo'yi hozir yarim metr, ya'ni 0.5. Xo'p, tez gapiryapman. Chunki
Vaqtimiz ko'p ketib qolyapti. Shuning uchun tezroq tushuntirguncha sekinroq tushunganlaringdan keyin tez ishlab berib ketyapman. Menimcha bu hammaga yaxshi bo'lyapti, tushunyapti. Yaxshi. Qaranglar, okey, ketdik. 5 metr 0.5 metr har yili 25 sm o'tadi. Gulning bo'yi yana necha yildan keyin 2 metrga yetadi. 2 metrga yetishi uchun 2 metrdan ayiraman 0.5 ni. Bu 1.5 metr qoladi degan. 1.5 metr bu 150 santimetr degan. Buni bo'lib yuborasizlar 25 ga 6 yil chiqadi. 6 yildan keyin demak gul 2 metrga yetar ekan mana sajol. Keyingisi. Xo'p, terakning bo'yi hozir 7 metr, u har yili 280 santimetrga o'sadi. Terakning bo'yi yana necha yildan keyin 21 metrga yetadi deyapti. 21 dan ayirasizlar 7 ni. Ayirsalang 14 metr chiqadi. 14 metrni olib o'tamiz santimetrga. Shunda 400 santimetr bo'ladi. 1400 santimetrni 280 ga bo'lasizlar. 280 santimetrga bo'lib olsalaring. Xo'p, nechta bor? 5 ta bor. Bu degani 5 yil degani. 5 yildan keyin 21 metrga yetaverar ekan daraxtning bo'yi. Xo'p, okey, yaxshi. Zo'r, chotki. Xo'p, yangi o'zgarishdagi misolga keldik. Qaranglar endi, mana shunga yaxshilab e'tibor berasizlar. Tushunib turasizlar, qaranglar. 36 ga keldik, xonimlar va janoblar. Xo'p, binoning deyapti, 2-qavatidan 5-qavatigacha bo'lgan masofa 12 metr. Qaranglar, yaxshilab tushunib turinglar, buni chizmasi bilan tushuntirib beraman. Mana bu 1-qavat. Mana bu 2-qavat. Mana bu 3-qavat. Mana bu 4-qavat. Mana bu 5-qavat. Mana bu 6-qavat. Mana bu 7-qavat. Mana bu 8-qavat. Va hokazo ketyapti. Qaranglar. Xo'p, mana shundan deyapti, 2-qavatdan deyapti. Qaranglar, yaxshilab tushuninglar mana shu joyda. 2-qavatdan, mana shu yerdan 5-qavatgacha deyapti. Mana shu yerga chiqib olguncha, mana shu joyga chiqib olguncha 12 metr masofani bosib o'tadi deyapti. Nima qilasizlar? Bu yerda nechta oraliq borligini topamiz. 1 2 3 ta oraliqni bosib o'tsa 5 ga chiqib bo'lar ekan. Qaranglar. 2 da turadi, mana bu joyda turadi. 5 ga bu yerga yetib boryapti. Yetib boryapti. 3 ta zinani bosib o'tyapti. Bu degani 12 metrni bo'laman 3 ga, har bir zinalar orasidagi masofa 4 metrdan to'g'ri keladi. Mana. 4 metrdan to'g'ri keladi. 2-qavatgacha jami 40 ta zina bo'lsa, har bir zinaning balandligini toping deyapti. Yaxshilab eshitinglar. Har bir oraliq, ya'ni bitta oraliq, mana bu bitta oraliq, bir dona oraliq. Mana bu oraliq 400 santimetr ekan. 4 metr degani 400 santimetr degani. Va qaranglar, shu zina, ya'ni 2-qavatgacha deyapti. 2-qavatgacha, mana bu 1-qavatdan 2-qavatga yetib borish kerak. Yetib borish uchun bitta oraliq bosib o'tadi va bu 400 santimetr masofani bosib o'tadi degan. Va 400 santimetr masofani bosib o'tish uchun 40 ta zinani bosib o'tar ekan. Nima qilasizlar? 40 ga bo'lib yuborasizlar. 40 ga bo'lsalaring 10 santimetrdan to'g'ri keladi. Demak, har bir zinaning balandligi 10 santimetr ekan. 36 ga tushunganlar bosamiz. Tushundim deymiz. Yaxshi. 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 Tushunayotganlar yaxshi.
Yaxshi. Okey. Keyingi misol 36 dan keyin 37 ga o'tib ketaveramiz. Demak, tushungan bo'lsalaring. Okey. Nima qilasizlar? Buni ham hozirgi chizmani yozib chiqish kerak. No, men bitada tushuntirib ketaveraman. Qaranglar. 3-qavatdan 7-qavatgacha nechta oraliq bo'ladi desa, qaranglar. Mana bu 3-qavat deydigan bo'lsam, mana shuni 3-qavat deydigan bo'lsam, 4 ga o'tadi, 5 ga o'tadi, 6 ga o'tadi, 7 ga o'tadi. 7 ga o'tsa, qaranglar. Nechta oraliq bor bu yerda? 1, 2, 3, 4 ta oraliq bor. Demak, 4 ta oraliq bo'lsa, 16 ni nima qildik? Bo'ldik 4 ga. 4 ga bo'lib o'radigan bo'lsam, 4 metr chiqadi yana. 4 metr. 4 metr degani bu 400 santimetr degani. 400 santimetr. 400 santimetrni bo'lib yuborishim kerak. Endi qaranglar, 3-qavatgacha bo'lgan jamizini 40 ta deyapti. 3-qavatgacha desa, qaranglar, men pastga chizaman. Bitta, ikkita. Mana 2-qavat, mana 1-qavat. 1-qavatdan 3-qavatgacha deb tushuniladi. Bu degani nechta oraliq bor? Bitta, mana bu joyda. Bitta, ikkita oraliq bor. Ikkita oraliqda 40 ta zina bo'lsa, bitta oraliq nechta zina bo'ladi? 20 ta zina bo'ladi. Hali men bitta oraliqni 400 cm deb hisobladim. Demak, buni 20 ga bo'lib olishim kerak. 20 ga bo'lib olsam 20 cm to'g'ri keladi. Demak, har bitta zinani balandligi 20 cm ga to'g'ri keladi. Okey, S javob bo'ladi, to'g'ri. Tushunganlar uchun to'g'ri. Demak, 38 ga o'tyapmiz. 38 da 3-qavatdan 11-qavatgacha bo'lgan masofa 24 deyapti. Qaranglar, mana bu yerdan bitta xulosa qilib olaman. Qanaqa xulosa? 3 dan 7 gacha 4 ta oraliq bo'ldi. Demak, men 11 dan shunchaki 3 ni ayirsam 8 chiqadi, 8 ta oraliq bo'lar ekan. Bu degani 24 ni bo'lasan 8 ga 3 chiqadi degani, ya'ni 3 metr chiqadi degani. Metr. Shu 3 metrni santimetrga bo'lsak, 300 santimetr bo'ladi degan. Endi 3-qavatgacha hali hisobladik, ya'ni 1 2 3 3-qavatgacha bitta ikkita oraliq bo'ladi dedik. Ikkita oraliq bo'lsa, 40 ni bo'lib orasizlar 2 ga degani, bu 20 ta zina bor degani. Har bir oraliqda mana bu yerda 20 ta zina, mana bu joyda 20 ta zina bor degan. Va bitta oraliq 300 cm ga teng. Nima qilasizlar? 300 ni bo'lasizlar 20 ga. Shunda 15 cm chiqadi. Mana bu javobimiz. 15 cm javob bo'ladi. Ya'ni har bir zinani balandligi 15 cm ga to'g'ri keladi. Ha, javob bo'ladi 38 ga. Xo'p, keyingi 39. 5-qavatdan 8-qavatgacha deyapti. Demak, bu yerda nima qildik? 8 dan 5 ta ayirdik. 8 dan ayiraman 5 ni, 3 ta oraliq bor. 24 ni bo'laman 3 ga, 8 metr chiqadi. 8 metr bo'ladigan bo'lsa, 8 metr, bu 800 metr degan. 800 santimetr degan. Endi 5-qavatgacha 1 2 3 4 5. 5-qavatgacha nechta oraliq bor desa, 1 2 3 4 ta oraliq bor. 4 ta oraliqda jami 80 ta zina bor ekan. Nima qilasizlar? 80 ni bo'lasizlar 4 ga. 20 ta zina chiqadi har bitta oraliqda. Demak, nima qilasizlar? 800 ni bo'lib yuborasizlar 20 ga. 40 cm har bir zinani uzunligi kelib chiqadi. Ya'ni balandligi degani. Har bir zinani balandligi 40 cm bo'ladi. Keyingi xo'p, 46-dan 9-gacha. 9 dan ayirasizlar 6 ni, 3 chiqadi. 27 ni bo'lib yuborasizlar 3 ga, 9 metr chiqadi. 9 metr. 9 metr degani 900 santimetr degani. Endi 6-qavatgacha nechta oraliq bor desa, 1 2 3 4 5 6-qavat. Demak, bu yerda oraliqda nechta bor? 1 2 3 4 5 ta oraliq bor. Demak, nima qilasizlar ekan? 180 ni bo'lasizlar ekan 5 ga. Chunki har 6-qavatga chiqqancha 180 ta zina bosib o'tishimiz kerak ekan. Bu degani 36 degani adashmasam.
Xo'p, 36 taga to'g'ri keladi. Ya'ni 36 santimetrdan to'g'ri keladi har bir oraliq. Xo'p, 36 dan to'g'ri keladi. Endi 900 ni bo'lib yuborishinglar kerak edi 36 ga. Mana shu joyda ozgina xato ketgan menimcha. Chunki xo'p, 36 ni bo'lamiz 9 ga. 900 ni bo'lamiz 36 ga. Okey. Necha chiqadi? Bo'lib yuborsak 25 santimetr chiqadi. Bu 25 santimetr. Demak, har bir zinani balandligi bo'lib qoladi. Xo'p, menga yozinglar kommentariyada. Xo'p, 40 gacha tushundikmi? S emas. Yaxshi, yaxshi. 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 Okey, chotki. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Okey. Okey, okey. Yaxshi, 41 ga o'tamiz. Xo'p. Oshcha yozmaymiz. Tamom, to'xtatamizda qaraymiz 41 ga. Xo'p, sohiba yozmaymiz. Xo'p, 41. Aytilyapti. Har birining qalinligi 3 cm 2 mm bo'lgan 15 ta kitobning umumiy qalinligi qancha bo'ladi? Qaranglar, ikkita yo'lni tushuntiraman buni. Ikkita yo'li. Qanaqa ikkita yo'li bor? Xohlasalaring 3 cm 2 mm ni oldin millimetrga olib o'tinglar. 2 mm. Bu degani 3 cm degani 30 mm degani 2 ni qo'shsam jami 32 mm bo'ladi degan. 32 mm dan endi 15 ta kitob bo'lgancha 15 ga ko'paytirib yuborasizlar. 320 ga 160 ni qo'shsak 480 bo'ladi. 480 mm bo'ladi. 480 mm degani 48 cm degani. Demak, javobim 48 cm chiqar ekan. Xohlasalaring ikkinchi yo'li ham bor. Qanaqa yo'li? Xohlasalaring birinchi 3 ni 15 ga ko'paytiringlar, 45 chiqadi. 45 cm chiqadi. 2 ni 15 ga ko'paytiringlar, 30 mm chiqadi. 30 mm degani 3 cm degani 3 cm ni 45 ga qo'shib qo'ysalaring, jami 48 cm bo'ladi degan. Ikki xil usuli bor. Xohlasalaring bu usuldan foydalaninglar. Ikkinchi, xohlasalaring bu usuldan foydalaninglar. Birinchi. Farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Qaysi birini chotki tushungan bo'lsalaring, bo'ldi, o'sha usuldan foydalanaverasizlar. Xo'p, 41 tushunarlimi? Yozamiz. Tushunarli deb. Okey, tushunarli. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi, chotki, tushunarli. Okey. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Okey. Xo'p, 42 ga o'tdik bo'lmasa. Tushunarli bo'pti hammaga. Nima qilaman? 1 ni 25 ga ko'paytiraman. 25 cm. Xo'p. 25 cm. 8 ni 25 ga ko'paytiraman, 200 chiqadi. Xo'p, 200 chiqadi. 200 mm bo'ldi. 200 mm degani 20 cm degani. 25 ga qo'shib qo'yadigan bo'lsam 45 bo'ladi. Jami 45 cm bo'lar ekan. Mana, tamom.
Ota chotki. 43 ga keldik. Har bir kitobning qalinligi 4 sm 5 mm bo'lsa, 10 ta kitobning umumiy qalinligi qancha bo'ladi? Nima qilaman? 4 ni 10 ga ko'paytiraman, 40 bo'ladi, 40 sm. 5 ni 10 ga ko'paytiraman, 50 mm bo'ladi. 50 mm degani 5 sm degani, qo'shib qo'ysam, javob 45 sm degani. Yana javobim 45 sm bo'lar ekan. Okey, chotki. Xo'p, keyingisi 44. 44 ga keldik. 44. Har birining qalinligi 2 sm 7 mm bo'lgan 30 ta kitobning umumiy qalinligi qancha deyapti? 2 ni 30 ga ko'paytirasizlar 60 cm, 7 ni 30 ga ko'paytirasizlar 210 mm. Bu degani 21 cm degani 60 ga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javobim 81 cm bo'ladi degan. Ya'ni javob bu yerda C javob bo'ladi. Keyingisi har birining qalinligi 3 cm 5 mm bo'lgan 12 ta kitob 3 × 12 36 cm bo'ladi degan. 5 × 12 160 bo'ladi degan. 60 mm. 60 mm degani 6 cm degani 36 ga qo'shib qo'yadigan bo'lsam, javob 42 cm degan. Bu xo'p, B javob bo'ladi degan. Yaxshi, chotki. Yaxshi tushunyapsizlar. Okey. 46 ga keldik. Endi buni yaxshilab tushunib turasizlar. Xo'p, Yusufbek deyapti. 5 dan boshlab 105 gacha bo'lgan sonlarni daftariga ketma-ket qilib yozib chiqdi. Natijada necha xonali son bo'ladi deyapti. Mana bu holatni aytyapti. Yaxshilab tushuninglar. 5 deyapti, 6 deyapti, 7 deyapti, 8 deyapti, 9 deyapti, 10 deyapti, 11 deyapti, 12 deyapti va hokazo 100 deyapti yoki 99 deyapti-da, 100 deyapti-da, 101 deyapti-da, 102, 103, 104, 105 qilib yozib chiqdi ketma-ket deyapti. Va shu necha xonali son bo'ladi deyapti. Sizlarga maslahatim, bu yerda osonroq hisob-kitob amalga oshirish uchun bir xonali sonlarni alohida hisoblaysizlar. 2 xonali sonlarni alohida hisoblaysizlar. 3 xonali sonlarni alohida hisoblaysizlar. Demak, bu yerda bir xonali sonlardan nechta ishtirok etyapti? 5 ta. O'z sanab chiqsalaring 1 2 3 4 5 ta. Agar sanashni bilmasalaring 9 dan 5 larni birga qo'shib qo'ysalaring ham chiqadi. 5 ta ishtirok etyapti. Har bir son bir xonadan iborat bo'lgancha birga ko'paytiraman. Shunda javob 5 xona bo'ladi. 5 xonali bo'ladi. Endi 10 dan 99 gacha nechta son ishtirok etyapti desa, 99 dan ayirasizlar 10 da plus 1 ni qo'shasizlar. Javob 90 ta chiqadi. 90 ta 2 xonali. Shuning uchun 90 ni ko'paytirasizlar 2 ga 180 xona bo'ladi. 180 xona. Nimaga 2 ga ko'paytirish? Chunki har bitta sonda 2 tadan xona bor. Endi mana bu yerda nechta son bor desa, 105 dan ayirasizlar 100 ni plus 1 ni qo'shasizlar. Demak, bu degani 5 6. 6 ta 3 xonali son bor ekan. Har biri 3 tadan xonani tashkil qilayotgani uchun 18 ta xonani tashkil qiladi. Endi jami hammasini qo'shib chiqasizlar. 5 plus 180 plus 18. Mana bu 98, bu yog'i 203 xonali bo'lar ekan. Xo'p, kim tushunmadi shunga? 46 ga. Tushunganlar okey, yozamiz. Shohruz 223 emas, 203 chiqadi. Okey. Yaxshi, chotki. Yaxshi. Malades. Qoyil. Okey. Yaxshi. Zo'r bolalar. Qoyil. Zo'r. 46 ga keldik. 47 ga keldik, uzr. 47.
Ketdik. 47 da yozasizlar. Xo'p, 1 deysizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 va hokazo 50 deysizlar. Men bir xonalilarni alohida hisob-kitob qilsam, 9 ta son bor ekan. Bu 9 xonali degani. Nimaga? Birga ko'paytirishimning foydasi yo'q, chunki baribir o'zi chiqaveradi. 10 dan 50 gachani hisob-kitob qilish uchun nima qilardim? 50 dan 10 ni ayirib plus 1 ni qo'shardim. Bu degani 41 degani. 41 ni 2 ga ko'paytirib yuborsam 82 degani. 82 xonali bu. Xonali. Endi men 9 ga qo'shaman 82 ni, jami 91 xonali bo'ladi. Demak, jami bu yerda 50 gacha 91 xona chiqar ekan. Javob malades. Qoyil. Xo'p, o'ta aktiv bo'lyapsizlar. Yaxshi. 48. 48 da nima deyapti? Yusufbek 10 dan boshlab 200 gacha bo'lgan sonlarni daftarga ketma-ket yozib chiqdi. Natijada necha xonali son hosil bo'ldi deyapti. Demak, yozasizlar. 10, 11 va hokazo 99, 100, 101 va hokazo 200 deysizlar. Xo'p, bu yerda 10 dan 99 gacha alohida. Nimaga? Chunki 2 xonali. 100 dan 200 gacha alohida. Nimaga? Chunki 3 xonali bo'ladi. Hisob-kitob qilsam, 99 dan ayiraman 10 ni plus 1 ni qo'shaman, 90 chiqadi. 90 ni ko'paytiraman 2 ga 180 xonali bo'ladi. Chunki bu 2 xonali son. Xo'p, 200 dan ayiraman 100 ni plus 1 ni qo'shaman, 101 chiqadi. 101 ni ko'paytiraman 3 ga 303 chiqadi. 303 xonali. Xo'p, demak men 303 ga qo'shishim kerak 180 ni. Bu degani 483 degani. 483 xonali son ekan. Ushbu S. Xo'p, bu degani S javob degani. Okey, yaxshi, zo'r, chotki. 49 ga keldik. Yusufbek 7 dan boshlab deyapti. 7 dan boshlab yozamiz deyapti. 7, 8 va hokazo 9. Demakki 9 yozib qo'yaylik. Xo'p, 9, 10, 11 va hokazo 77 gacha deyapti. Xo'p, men bu yerda bir xonali sonlarni alohida hisob-kitob qilsam 3 ta chiqadi, o'zi 7, 8, 9. 2 xonali sonlarni alohida hisob-kitob qilsam 77 dan ayiraman 10 ni plus 1 ni qo'shaman, 68 bo'ladi. 68 ni ko'paytiraman 2 ga 120, 136. 136 xonali. Endi nima qilaman? 136 ga qo'shaman 3 ni. 139 xonali. 139 xonali. Okey, qoyil, malades. Xo'p, bu bir javob bo'ladi. Va oxirgisi 50-si va nihoyat tugayapti. Demak, 15 dan boshlab 150 gacha ekan. 15, 16 va hokazo 99 gacha alohida, 100, 101 va hokazo 150 gacha alohida. Nima qilamiz? 15 dan 99 gacha, 100 dan 150 gacha. 99 dan ayirasiz 15 ni, qo'shasiz 1 ni. Ayiraversam 84, 85 bo'ladi. 85. 85 ni ko'paytiraman 2 ga 170 bo'ladi. Xo'p, 150 dan ayiraman 100 ni, qo'shaman 1 ni. 51 bo'ladi. 51 ni ko'paytiraman 3 ga 153 bo'ladi. Xo'p, endi 170 ga qo'shaman 153 ni. Xo'p, 323. Adashmasam 323 bo'ladi. 323 xonali. 323 xonali bo'lar ekan. Demak, bu S javob bo'ladi. Qoyil. Xo'p, 50 tani tushundikmi? Hamma kommentariyaga bitta yozsin.